O'zbekiston U17 terma jamoasi 21-iyuldan Milliy futbol markazi navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'inlariga kirishdi. 30-iyulga qadar davom etadigan yig'in doirasida o'smirlarimiz nazorat uchrashuvlarida ishtirok etishlari rejalashtirilgan. Bosh murabbiy Sergey Chigadayev tayyorgarlik jarayoniga darvozabon Olim Shomurodov, Abdulboriy Zoidjonov, Mehroj Sirojiddinov, himoyachilar Mirjamol Anvarov, Rustam Toirov, Mashhur Abdusoliyev, Elsevar Olim, Saidxon Zoidxonov, Aziz Abdunabiyev, Jahongir O'ktamov, Abubakir Rahim, Nurmuhammad O'ktamov, yarim himoyachilar Islom Ravshan, Sog'inch Ma'rufov, Muhammad Mamatov, Amirxon Erkinov, Mirkomil Murodov, Humoyun Sindorov, Muhammad Odilxon Orifxonov, Habib Tohirov, Ahrorbek Ravshanbekov, Ozod Tolibjonov, hujumchilar Laz Abduraimov, Ziyodulla Samov va Shohrux Rahmonaliyev jalb etilgan. Да, мы начали подготовку к чемпионату мира, который будет проходить в ноябре в Катаре. Hozirda mundialga tayyorgarlikni davom ettiryapmiz. Hammasi rejadagidek o'tmoqda. Mashg'ulotlar kuniga 2 mahaldan olib borilmoqda. Kunning birinchi qismida jismoniy, tushdan keyin esa texnik-taktik mashg'ulotlarga e'tibor qaratilgan. O'smirlarimiz bilan psixolog ham ishlamoqda. Qisqasi jahon chempionatiga hozirlik ko'ngildagidek o'tmoqda. Bu yig'inda birinchi liga klublariga qarshi nazorat o'yinlarini o'tkazishni rejalashtirganmiz. Hozirda tarkibimizdagi 2 futbolchimiz U20 jamoasiga jalb qilingan. Ular Erdaniyaga borib kelishdi. Raqobat bo'lgani yaxshi. Shu bois yangilarni sinovdan o'tkazishni davom ettiryapmiz. O'smirlarimiz shu yilning 19-noyabr, 13-dekabr kunlari Qatarda bo'lib o'tadigan kichik jahon chempionatida yurtimiz sharafini himoya qilishadi. 48 jamoa ishtirok etadigan musobaqada Chigadayev shogirdlari ilk kvartetidan o'rin olishgan. Vakillarimizga Italiya, Yamayka va Kodivuar termalari raqiblik qilishadi. Futbolchilarimiz dastlabki uchrashuvni 20-noyabr sanasida ivoarlik, so'ngra oradan 3 kun o'tib yamaykalik raqiblariga qarshi o'tkazishadi. 26-noyabr kuni esa guruhdagi so'nggi o'yin Skvadrazura bilan bo'ladi. Yaponiya mezbonlik qiladigan Osiyo o'yinlarining futbol bahslari uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Erkaklar o'rtasida bu gal 15 ta terma jamoa g'oliblik uchun bahs olib boradi. Jamoalar 4 ta guruhga taqsimlanishdi. A, B va C guruhida 4 tadan, D guruhida 3 ta jamoa o'rin oldi. Savatlar Afrikaning yil boshida o'tkazilgan U23 Osiyo kubogidagi natijalarga qarab taqsimlanishgan. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi 2-savatchaga joylashtirildi. Qur'a natijalariga ko'ra vakillarimiz C guruhidan joy oldi. Shuningdek, Vietnam, Filippin va Kuvayt U23 jamoalari ham ushbu kvartetda keyingi bosqich yo'llanmasi uchun kurash olib boradi. Qur'a natijalariga ko'ra guruhlar quyidagicha shakllangan. A guruhi Yaponiya, Tailand, Qirg'iz Respublikasi, Gonkong, B to'rtligi Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron, Shimoliy Koreya. D guruhi Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni, Qatar. Osiyo o'yinlarida futbol bo'yicha erkaklar musobaqasi 15-sentyabrdan 3-oktyabrgacha davom etadi. O'yinlar Yaponiyaning Osaka, Toyota, Nagoya va Koreya shaharlarida bo'lib o'tadi. Final uchrashuviga Toyota shahridagi 45 ming tomoshabinga mo'ljallangan Toyota stadioni mezbonlik qiladi. Erkaklar musobaqasida jamoalar 22 ta o'yinchini ro'yxatdan o'tkazishi mumkin. Futbolchilar 2003-yil 1-yanvardan keyin tug'ilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, Olimpiada musobaqasidagi kabi tarkibga 3 ta yosh katta futbolchini ham kiritish mumkin. Joriy yilning 19-sentyabridan 4-oktyabrga qadar Yaponiyaning Aichi, Nagoya shaharlarida 20-Osiyo o'yinlari bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan bir necha soat oldin futbol bo'yicha ayollar musobaqasiga qur'a tashlash marosimi o'tkazildi. Jarayon yakuniga ko'ra 12 ta terma 3 guruhga bo'lindi. Ya'ni ilk kvartetidan Yaponiya musobaqa mezbonlari, Xitoy, Taypey, Vietnam, Tailand, F guruhidan Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya, Bangladesh va Myanma. G kvartetidan esa Katerina Kulbita boshqaruvidagi qizlarimiz o'rin olishdi. O'zbekistonga Xitoy, Filippin va Gonkong jamoalar raqiblik qilishadi. Ma'lumot uchun Osiyo o'yinlarining avvalgi Hanzhou 2022 musobaqasida O'zbekiston ayollar milliy terma jamoasi tarixiy natija qayd etib 4-o'rinni egallagan edi. Endilikda jamoamiz ushbu muvaffaqiyatni yanada yaxshilashni maqsad qilgan.